Alaykum. Xudo xolisa navbatdagi obyektimizda apparatlarni yechib, uyni egalariga Xudo xolisa topshirdik. Inshaalloh uyni orqa tomoni. Keyinchalik bu yerlarda oshxona, letni kuxonalar bo'ladi. Shunga orqa tomondan ichiga tashlashgan. Bu yerga chiroyli qilib zinalarni qilib berganmiz. Bu yerdan podvalga tushishni qilib berganmiz. Bardaliga e'tibor bermasdan okalar, bu yerda bizdan boshqa ustilar ham ishlayotgan. Bu yerda tomchilar bor, suvoqchilar bor, hammasi ish bo'lgan joyda kanishna albatta bardalik bo'ladi. Imkon darajasida ishimizni sifatiga xalaqit bermaydi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, okalar o'zimizga aloqa chiqasizlar, inshaalloh. Ishingni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.